Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bu video darsda biz malakani o'zgartirishni ko'rib o'tamiz. Oldingi video darsda biz malaka qo'shishni amalga oshirgan edik va bunda biz shablon yasagan edik. Skill add degan mana shu shablondan foydalangan holatda malakani o'zgartirishni qilamiz. Buning uchun views ga kiramiz va views da bitta funksiya yasab olamiz. Bu funksiyaga skill edit degan nom beramiz va qaysi malakani o'zgartirmoqchimiz, uning uchun bizga ID kerak bo'ladi. Buni ID'li qilamiz. Mana shu funksiyaga murojaat bo'lgan paytda skill add degan sahifani ochish kerak va forma jo'natamiz. Bu yerda ham hozircha mana bo'sh formani jo'natdik. Bo'sh forma ochiladi. Endi URL yasaymiz. URLsda skill edit nomli URL yasaymiz. Va bu parametrli bo'ladi. Sababi qaysi malakani o'zgartirmoqchimiz, shunisi aniq bo'lishi kerak. Bu yerga str id deb yozamiz. Bo'ldi. Funksiyaga ham va name ga ham xuddi shu nomni beramiz. Bo'ldi. Endi sinab ko'ramiz. Buning uchun mana bu tugma bosilganda ishga tushish uchun account shabloniga kiramiz va o'zgartirish degan joyni topamiz. Mana uni shuni href maydoniga yozib qo'yamiz. URL ga bir tononi ichida skill edit va undan keyin skillni id'si, ya'ni bu yerda forda aylantirganmiz. Mana skill id'sini beramiz. skill.id. Bo'ldi, ishga tushiramiz. Serverimiz ishga tushdi. Sahifani yangilab tugmani bosamiz. O'zgartirishni bosdim va mana bu forma ochildi. Forma ochildi, faqat ma'lumotlari ko'rinmadi. Bizda mana bu ma'lumotlar ko'rinishi kerak. Ana endi mana shu qismini qilamiz. Uning uchun biz view da aynan o'sha skillni bazadan olib, mana bu formaga berib jo'natishimiz kerak bo'ladi. Skill barobar, mana endi skill objects get deymiz va primary key barobar id. Ya'ni bizga ana o'sha biz bosganda jo'natiladigan ID mana shu parametr orqali keladi va bunga tenglashtiramiz va buni instance degan kalitiga berib o'ramiz. Mana shunda o'sha bazadan bizga kerakli malakaga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni olib formaga beradi va formani to'ldirilgan holatda ochib beradi. Ishga tushiramiz va mana ma'lumotlari bilan birga ochildi. Endi o'zgartirishni qilamiz. Demak, bosganimizda mana bu saqlashni bosganda mana bu joyda qayta ishlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu kodga juda ham o'xshash, ozgina farqi bo'ladi. Hozir shu qismni qilamiz. Bizga mana bu skill kerak bo'ladi ikkita holat uchun ham. Shuning uchun tepada qoldiramiz. Agar post bo'ladigan bo'lsa, request post ma'lumotlarini beramiz va shu bilan birga instance ga mana bu skillni beramiz. Shunda mavjud bo'lgan malakani mana bu ma'lumotlar asosida o'zgartirib saqlaydi. Bizga endi mana bular kerak emas. Chunki u bazadan olgan paytda uni foydalanuvchisi ma'lum bo'ladi. Uni qaytadan yozib o'tirmaymiz. Bo'ldi. Mana endi sinab ko'ramiz. O'zgartirishni bosamiz. React 1 dedim, enter bosdim va mana React 1 o'zgardi. Shu bilan video darsimiz tugadi. Keyingi darsda biz o'chirish funksiyasini amalga oshiramiz. Keyingi video darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.